Смотрите, как прямо в Икее такое не продается. Господа, смотрите. Видели? Ой-ой-ой, как все модно. Молодец. Bugün şu Korsak müzeyinde Shostakovich zalında xayriyachilarning milliy birligini taqdim etuv şarası prezentatsiyasi uzar. Ham şu prezentatsiya qissalarında respublika ko'lamida uzdirilgan 5-inchi konkurs o'tkaziladi. Ham Yordam fondining Tilashi rayonidagi yetim bolalar uchun tatar shamoyillarining auksioni bo'lajak. Ya'ni mana halli kishilar shu auksionda qatnashib, shu bolalarga yordam etadilar, yetim bolalarga. Endi xayriyachilar birligining maqsadına kelganda, aning maqsadi unda bo'lsa uyushmalarni, ijtimoiy uyushmalarni, xayriya fondlarini, birliklarni, turli ijtimoiy harakatlarni birlashtiruv ham Rossiya ko'lamida sotsial ishni olib boruv, Rossiya ko'lamida so'qirlar bilan, invalidlar bilan ishlash, butun kategoriyalar bilan ishlash, ham umuman xayriyachilikni Rossiya ko'lamida ko'taruv. Bu men aqosa bek muhim, chunki revolyutsiya hattida tatar boylari xayriyachilik bilan shug'ullangan, ham hozir mana shu o'zak endi shu xayriya birligi shu shirga tag'inda impuls berib, shu harakatni tag'inda kuchaytirib jibaracak. Tatar halkında, bu Tatar medeniyetinde Tatar şımaylı ul ayrım bir texnika var. Ul bizim halkımızga has bulgan bir şimdi texnik başka milletlerde yoktur. Kaligrafi ul bütün milletlerde var. Kimdir keramikada yası, kimdir kagazga yapıştırıp yası da, bizim piyalada felge bilen yasıdır. Ul bizim halkımızga gana has bulgan bir texnika. İlk elbette o şu texnikada dualar gana yasılaydı. Ayetlarda. Bugünkü günde türlü motifler işleyler. Mesela bunda просто орнаментальная композиция. Şu teknikada dayanıp, teknikini kullanıp орнаментальная композиция. Amanda mesela Gabdullah Tokay'ın şiiri Kırlay turunda onun bilgili bir şiiri. Bu indi dürüstünde kendi Şamail tögül. Ama lakin bu Tatar halkının Tatar Şamail teknikasında yasalgan bir şimdi kартина. И вот он тоже мандат был. Дав клятву верности народу, он на плечо повесил автомат, сел на коня, готов к походу.